Mına aylanıp turgan ko'rishingiz mumkin, ko'mirni qo'zg'ab turadigan jihoz qo'yilgan. Assalomu alaykum barchaga hurmatli YouTube ishqibozlari. Navbatda kotyollarimizni sizlarga bir qator obzor qilib beramiz mana. Bugun 2026-yilning 22-iyul kungi. Bugun sizlarga barcha yangiliklarni, barcha kotyollarning sekretlarini ochamiz. Aynan shu kotyolimizda mana ko'mirni to'xtab qoldi degan narsa ko'p odam jalba qiladi, shu narsa uchun qo'yilgan mana aka. Mana shu aylanib mana ko'mirning yurmay qolganini qo'zg'ab turadigan narsasi shuna. Bu tomonlardan ham ko'rsatik. Mana shunday moslamalarni qilib, zavodskiy ochimliklarni qo'yib, shinik bir aylanganda o narsadan bir marta aylanadi vaziyatini. Aynan shu kotyolimiz o'chirib turaymi? Aynan shu kotyolimiz 4 millimetrlik listam oldu. Shavatga boradi bu. Xorazm viloyati Shavot tumaniga dastlabki qilib jo'natib beramiz egasiga. Bu kotyolimizning egasi o'zi Qozog'istonda turib zakaz qilgan. Zalog tashagan, zat qilgan. Siz ham musofirda bo'lsangiz telefon qiling, ishingizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizning manzil Amudaryo tumani Mang'it shahri. Mang'itda Jasur kotyolchi deb aytsangiz hamma odam taniydi meni. Tanishimsa so'rasangiz bo'ladi. Masofaviy ishingizni bajaramiz chiroyli qilib. Uyimizga olib boramiz. 4lik listdan 2 yilgacha garantiya beramiz. Kelganingizdan keyin ko'rib, xolamasangiz kotyolimizni o'zgartirib beramiz. Uzoqda bo'lsangiz bemalol telefon qilavering. Navbatda kotyollarimiz ham mana bari buyurtma asosida tayyorlandi. Bu kotyolimiz Biruniga boradi. Biruni, Xoralpasdan Biruniga boradi. Bu kotyolimiz eng birinchi mijozimiz bo'ldi mana, yaxshi miyadan jihozlangan. Xaqshinsa qarab har turli miya qo'yib beraveramiz, lekin bu miyalarning narxida pul qo'shiladi. Bu miyaning afzalligi revis funksiyasi bor. Ya'ni ko'mir tiqilib qolgan paytida bizatni orqaga qaytaradi. Keyingisi ventilatorda boshqaradi. Keyingisi sirkulyatsion nasozdan boshqaradi. Aynan shu 3 kotyolimizning ham ichki tarafi 4 millimetrlik listam bo'ldi. So'ng kelgan mijozlarimizga tavsiya beramiz. 4 millimetrlik listam qo'ying ichine. 500 ming so'm, yuqori kotyol bo'lsa 1 million so'm pul qo'shiladi deb buyurtmasına qarab ishlab beryapmiz. Aynan shu kotyolimiz mana 4 millimetrlik listam bo'ldi, ham o tipida bo'ldi, ham 0.9 G2S degan listlardan, yaxshi listlarda katlovsallardan bo'ldi. Bu kotyolimizning egasining mijozimizning xohishina qarab qora rangga bo'yab berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Xohlagan svetingizda kotyolni chiqarib beraveramiz. Bu kotyollarimizning motor reaktorlari двойной reaktor bo'ldi menga. Bo'mizdagi umuman boshqacha narsa bo'ldi menga. Xohlagan narsangizni hammasining iloji bor bizlarda mana. Yaxshi miya bo'lsa, ana shunday motor reaktor bo'ladi. Ventilatorlarimiz har doimgidek obishniy ventilatorlar. Kotyollarimizning miyalarini 1 yil garantiya beramiz, elektron tizimini, motorlarini 4lik listam bo'lganlarga 2 yil garantiya beramiz. Bu kotyollarimizning afzalliklari ko'p odam shu e'tibor bermay turibdi, shu yerda e'tibor bering. Svet o'chib qolgan vaqtida mana shu joyda ochib qo'ysangiz, ozg'anagina mana shu qapini bunadan ko'mirni solsangiz, bu yog'ini o'chirsangiz, svet o'chgan vaqtdan bemalol orqadan ishlaydi bu kotyollarimiz. Nimaga deganda pastdan shamol kirib o'zi samotok yanadi. O'tin solsangiz ham bo'ladi, ko'mir solsangiz ham bo'ladi, karbichni quydirib karbich solsangiz ham bo'ladi. Bu kotyollarimizning rasxodlariga kelsak endi, bu kotyollarimizning bu zapravka joyina 120-130 kg atrofida ko'mir sig'adi. Bir kunlik rasxodi 30 kgdan 40 kggacha mana shu kotyollarimizning. Buna kotyolimizning bunkeri, bu bir xil hisobi, hammasi razmeri bir xil bunkerlari 130 kg atrofida ko'mir sig'adi. Bu kotyollarimizning bir kunlik rasxodi 35 kg 40 kg atrofida bir kunlik rasxod etadi. Kam kotyol kichaygan sayin, xona kichaygan sayin 30 kgdan 35 kggacha ham ishlaydi kotyollarimiz. 25lik 250 kvadrat xonadonlarimizga ko'bina 40 kg ko'mir ketadi bizning kotyolimiz. Nimaga deganda orqa tarafida 4 dona xoti bor bularning. Bu kotyolimizning hozirgi kundagi narxi yaxshi miya bilan 18,5 million so'm pul bo'ldi. Ichi 4lik, sirti o'tibna qilingan, yaxshi miya qo'yilgan 18,5 million so'm pul bo'ldi. Aynan shu kotyolimizning narxi 200 ming kam 18 million so'm bo'ldi. O'tibna bo'lmagani uchun. Aynan bu kotyolimizning narxi 18,5 mi bulan? 18,5 bu 30lik lekin. 30 kilovat 18,5 4lik listam bo'lgani uchun 1 million so'm, mexanizm uchun 500 ming so'm pul qo'shildi. Kotyollarimizning narxlarini telefondan telefon qilsangiz batafsil aytamiz barini. Telefon qilib murojaat qilib. Sizga kotyollar qiziq bo'lsa,
sahifamizga obunadan bo'lib qo'ying. Keyingi videolar bundan ham qiziqarli bo'lishi mumkin, foydali bo'lishi mumkin. Agar yaqin do'stlaringiz videolarga shunday katellarga qiziqib bo'lgan bo'lsa, shu videolarni jo'natib qo'ying. Bizning manzil Amudaryo tumani Mang'in shahri.